Assalomu alaykum do'stlar. Mana 4 kilo perezoga harakat qilyapmiz. Xudo xolasa kartoshkalar solib chiroylab kuzatib olyapmiz. Bundan keyin go'shtni solamiz. Videoni qo'yib o'qib do'stlar. Mana shunday olamiz kartoshkani. Mana bular qarasa xudo xolasa qo'ydi sharikalar tushadi. Mana qo'ydi karaka do'stlar ko'rishingiz. Buni ham chiroylab kuzatib olamiz. Do'stlar ko'rishingiz mumkin. Qo'ydi karakani kuzatib oldik do'stlar. Mana olyapmiz. Ko'rishingiz mumkin. Bemalol kapsalari ham yana go'sht davomiyligi bor. Mana go'shtlarni tushadi. Xolasa 4 kilo perezoyimiz, 2 kilo mol go'shti, 2 kilo qo'y go'shti aralash bo'lyapti. 2 kilo qo'y go'shti karekasiga bo'lyapti, 2 kilo mol go'shti laqim go'shtga bo'lyapti. Mana. Mana laqim mol go'shti yostiq turadi. Qo'y karekasini kuzatib olamiz buni do'stlarimiz. Bay yegin keladi ya bular. Do'stlar laqim go'shti yo'q, laqim go'shti. Qanday qilib Sohada chiroylab pishiramiz. Endi perezolarimizni video yoqqan bo'lsa like, subscribe tugmasini bosishni unutmanglar. Do'stlar, mana yog'ini oldik. Yog' degandan keyin bunga qo'y yog'ini terib olamiz birinchi mana. Rivojdan sekin teramiz. Mana do'stlar ko'rishingiz mumkin. Rivojdan qo'y yog'ini teramiz tagiga. Buni sekin nima solamiz? Kartoshkami? Do'stlar. Buni ustiga qo'y go'shti karekani terib olamiz ekan. Keyin laqim mol go'shtini terib olamiz. Keyin ustiga kartoshkani ag'daramiz do'stlar. Mana qo'y yog'ini terib oldik. Gizlashni eshitdilar, gizlashni. Mana endi qo'y karekani terib olamiz. Video yoqqan bo'lsa like, subscribe tugmasini bosishni unutmanglar do'stlar. Mana qo'yni karekasini terib olamiz. Mana mol go'shti turib qoldi mana. Mana shunaqa chiroylab teramiz do'stlar. Endi qo'y karekasini terib oldik. Endi mol go'shtini teramiz ustiga. Xudo xolasa terib bo'lgandan keyin kartoshkasini ustiga to'ntaramiz. Bir boshdan teramiz buni ham perezogimizdan. 4 kilo perezogimizning mahsuloti do'stlar ko'rishingiz mumkin. Kartoshka, laqim mol go'shti, keyin qo'y karekasi, keyin ozgina 300 gram, 400 gram mol yog'i, qo'y yog'i dumbar. Mana shunday qilamiz mana. Qovurga endi qancha tayyor bo'ladi bu? Nima qilamizmi mana? O'zimiz yog' qo'yamiz. Yog'ini qo'yamiz. O'zini yog'ini o'zimiz qo'yamiz ekan do'stlar. Buni kuzatishga davom eting. Yargı kaçırıp zimle koyalım.
Mashq holatida gazni pasaytiramiz ekan, bir soat dimlab qo'yamiz ekan do'stlar. Do'stlar, mana oradan bir soat o'tdi. Xudo xohlasa buni ichini ochib ko'ramiz mana. Mana voy, mashalloh, mashalloh. Bu chiroqligini qarang, bitta baho bersangiz arziydi. Lakka marsa kerakmi qarang. Endi buni ta'mini ko'ramiz, tuzini ko'ramiz do'stlar. Qani, bitta baho beramiz. Ko'rishkin, o'shanga yarasha tuzini ragini ko'rib, kerak narsa masalliqlar solamiz ekan do'stlar. Voy, mashalloh. Masalan, tuzni hozirmi? Tuz solyapmiz. Normga ko'ra tuz solamiz ekan do'stlar. Hurmatli obunachilar, videoni oxirida like, podpishka qilishni unutmanglar. Qarang, kartoshkalarni, go'shtni gapiryapti, ular gapiryapti, derazaklar. Mana derazagimiz chekmaga do'stlar, ko'rishingiz mumkin. Mana men qilamiz ekanda, qo'yamiz mana derazak ustiga mangina solamiz. Mana Xudo xohlasa endi sizlar bilan do'stlar, yaxshilab pishsin do'stlar, bir 2 soatdan bir ochib ko'ramiz. Ochib böyle tovoqqa solamiz, taqsimlaymiz, kelinga xudo xohlasa birga beramiz do'stlar mana. Bo'ldimi? Hani endi yana bir damagan ketyapti derazaklarimiz mana. Damoltiramiz endi 2 soatlarcha. Assalomu alaykum do'stlar. Mana derazagimiz tayyor bo'ldi. Ko'rishingiz mumkin. Xudo xohlasa 2-3 soat degan derazagimiz mana xolos yetib keldi mana. Xudo xohlasa mana tovoqlarga bo'lamiz mana. Taqsimlaymiz, bitta tovoq qilamiz. Qo'rakamiz xizmatda xudo xohlasa. Kelaverasizlar Shirin xonasiga. Mana perchada taqsimlanish boshlanadi, ko'rishingiz mumkin mana. Ayya. Bataya bo'ldi. Olti oldimi? Oldi. Manga pagano. Ana. Mana derazagimiz do'stlar, ko'rishingiz chiroyli takoy bo'ldi. Xudo xohlasa buni ustiga piyozlar qo'yib, chiroyli bezab beramiz. Mashalloh, mashalloh. Videoni oxirida like, podpishka bosishni unutmang do'stlar.